Bekosiyoda 15 soat qadingan moshkichirini yeganmisizlar? Bu moshkichirimizni ta'mi sizlarning og'zingizdan hech qachon ketmasligi aniq. Chunki ot go'shti, qo'y go'shti, qazi, qarti, iliklarning mazasi sizlarning ishtahinglarni juda ham ochib oladi. Go'shtlarimiz 15 soat davomida qaynatiladi. Tayyor bo'lgan go'shtlarimizni podacha qilib suz berishni boshlaymiz. Podachamizni ustiga qazi, qarti, tillarni terib turib, sizlarning ishtahinglarni ochadigan darajada chiroyli qilishga harakat qilamiz. Bu ovqatimizning mazasini biladiganlar o'zi kimga videoni yuborish kerakligini o'zligingiz bilishadi. Agar yeb ko'rmaganlar bo'lsa, video davomida ko'rib ishtahinglar ochilib ketgan bo'lsa, Bekosiyo restoraniga kim bilan kelishinglarni o'zinglar ham o'zinglar bilasizlar. O'sha olib keladigan odamga videoni tez jo'natib qo'yinglar. Ovqatimizning mazasi har qayerda bomba. Yeb ko'rganlar bo'lsa, kommentariyada bomba degan yozuvni qoldiring. Sizlarni albatta Bekosiyo restoranida kutib qolamiz. Endi mazasiga keldik. Bismillah. Wow. Mazasiga har qattiq gap bo'lishi mumkin emas. O'sha odam bo'drik bo'lib, kuch his qilyapti. Bu videoni kim bilan keladigan bo'lsa, shu o'rtog'larga tez yuborib qo'yinglar. Mana bunaqa moshkichira bilan albatta sizlarni mana shu Bekosiyo restoranida kutib qolamiz.